asab qilma. Asab qilayotganim Hech qiladigan narsa yo'q bu yerga. Og'ayni, men asab qilaman, sen chidolmaysan. Yana bir marta tushuntiraman. Qashqadaryo viloyatida uyushgan jinoiy guruh tuzib, o'zlaricha ko'cha qonuni degan soxta tushuncha bilan faoliyat yuritib kelgan shaxslar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, guruh a'zolari qarz undirishni noqonuniy yo'llar bilan amalga oshirib kelgan. Samarqand viloyatida yashovchi bir fuqaro boshqa bir tanishidan 520 million so'm qarzini vaqtida ola olmagach, ushbu jinoiy guruh xizmatidan foydalangan. Guruh yetakchisi boshchiligidagi shaxslar qarzdorni muntazam ta'qib qilgan. Hatto uning yashash uyiga bostirib kirib, shaxsiy hujjatlarini tortib olgan va 520 million so'm pul talab qilgan. Shuningdek, pul berilmasa o'zi va oila a'zolariga zarar yetkazish bilan qo'rqitib kelgan. Ular avval 1000 AQSh dollari, so'ngra bank plastik kartasi orqali 200 million so'm va keyinchalik yana 300 million so'mni qo'lga kiritgan. Biroq olingan mablag'larni buyurtmachiga bermasdan o'zlashtirib yuborgan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida jinoiy guruhning 4 nafar a'zosi hamda buyurtmachi sifatida harakat qilgan fuqaro qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.